Yangi kartoshka, ayniqsa bahor va yoz boshida chiqadigan mayin po'stloqli kartoshka oddiy kartoshkaga qaraganda ayrim foydali moddalarni ko'proq saqlaydi. Energiya beradi. Tarkibidagi tabiiy uglevod organizmga tez quvvat beradi. Bolalar va ko'p harakat qiladigan odamlar uchun ayni foydali mahsulot hisoblanadi. Kaliyga boy, yurak va mushaklar faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Qon bosimini me'yorda ushlashga yordam beradi. C vitamini borligi sababli immunitetni mustahkamlashga yordam beradi. Yangi kartoshkada eski kartoshkaga qaraganda C vitamini ancha ko'proq bo'ladi. Ichak faoliyatini yaxshilaydi. Tarkibidagi tolalar hazmni yaxshilaydi va uzoqroq to'qlik hissini beradi. Po'stlog'ida foydali moddalar ko'p. Agar yaxshilab yuvib pishirilsa, po'stlog'i bilan yeyish ancha foydaliroq. Bolalar uchun ham foydali. To'g'ri pishirilgan kartoshka yumshoq va foydali ovqat hisoblanadi. Eng foydali tayyorlash usuli qaynatib, bug'da yoki pechda pishirish ancha ma'qul hisoblanadi. Juda ko'p yog'da qovurilgan kartoshkani foydasi kamayadi. Yashil rang kirgan yoki achchiq kartoshkani yemang, zararli modda bo'lishi mumkin. Qandli diabeti borlar esa me'yor bilan iste'mol qilgani ma'qul. Oddiy beka bilan qoling. Oddiy foydali ma'lumotlardan bahramand bo'ling. Like bosib, yaqinlaringizga ulashib, obuna bo'lishni unutmang.